Xitoy 2020-yildagi maxfiy yadro sınıqını Sharq Turkistonda ijro qilgan. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu xabarimizni biz 2002 yilning 14 fevral boshda Amerikadagi yana bir yuqori martabalik, yuqori darajalik bir amaldor Perez u kim o degan vaqtida Thomas Dinanno tashqi ishlarga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Thomas Dinanno 6 fevralda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu yığınında şu yerda açqan deb bu masalani biz 2 ayning 14 günü, yani 14 fevral aldınғы haftadagi xabarimizda bir qatim kun tartibga kelgan masalada Xitoyning shu yadro sınıqı 2020-yili maxfiy yadro sınıq qilganligini biz bildik, xabar topdik, u deb bu yerda e'lon qilgandi. Bugün men shuni oshkorlaymanki, Amerika hukumati Xitoyning yadro sınıq qilganligidan xabar topdi deb buni o'ttirib qo'ygandi. Lekin u vaqtida Sharq Turkistonda, Lopnurda bu yerda yerning ismini bermaganda. Ammo bugungi xabarimiz bo'lsa, bu qatimgi xabarda Amerikaning yana bir yuqori darajalik amaldori Xitoyning 2020-yildagi maxfiy yadro sınıqının Sharq Turkistondagi Lopnur nahiyasida ijro qilinganligini ochiq o'ttirib qo'ydi. Bu kim o deganda Amerika Tashqi ishlar ministrligining qurol yarog' kontroli va ximiyalik qurollarni cheklashga mas'ul yordamchi ministri Christopher Yov 17 fevral Hudson institutida sungan leksiyasida mana shu yerdagi Xitoyning maxfiy yadro sınıqı haqidagi ba'zi tafsilotlarni oshkorildi hamda. Taxminan 6 yil burungi yadro sınıqının Sharq Turkistonning Lopnur nahiyasidagi sınaq rayonida ijro qilinganligini bildirdi. Christopher Yov Qozog'istondagi bir yer tevrashni o'lchash punktining 2020-yili 22 iyun Sharq Turkistonning Lopnur nahiyasida 2,75 bal yer tevraganligini o'lchab chiqqanligini tilga olib, o'zining bu vaqtdagi sonliq ma'lumotlarga diqqat qilganligini, bu tevrashning kan ochqandagi portlatish yoki yer tevrashga o'xshamaydiganligini, balki yadro sınıqının alomatlariga dal mos keladiganligini ta'kidladi bu yerdagi so'zida. U yana Xitoyning yer tevrashni tekshirish unumdorligini tovanlatadigan bir xil texnikadan foydalanib, tashqi dunyodan bu sinoqni yoshirishga uringanligini bildirdi. Ilgari Thomas Dinanno Cenvat qilgan so'zda bu shaklda degandi. Xitoy shunday foydalanyapti bu texnikadan deb. Bu yerdami yana bu Christopher Yov buni texnik ta'kidlab oshkorildi. Bizga ma'lum bo'lgandek, Amerika prezidenti Donald Trump bultur 11 oydagi bir televiziya ziyoratida Xitoy bilan Rossiyaning cho'nqur yer ostida yoshirun yadro sınıq qilayotganligini bildirgandi shu vaqtida. Va Amerikaning harbiy ishlarga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Thomas Dinanno yuqori deganimdek o'ttirib qo'ydi ilgari Janvada qilgan so'zida. Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio mushu Thomas Dinanno bilan o'xshash kunda bir yozma bayonot e'lon qilib, Xitoyning yillardan buyon mushu yadro cheklamasiga qarata kelishimlarga imzo otgan bo'lishiga qaramay, yadro qurol ambirini izchil zo'raytib kelayotganligini, 2020-yildan buyon yadro qurol zapasining 200 dan 600 ga ko'payganligini, 2030 yilga borganda 1000 dan oshib ketishi mumkinligini bildirgandi shu vaqtida. Demek bu mesele şunday kun tartibga kelyapti. Amerika ayni vaqtda shu maxfiy yadro sınıqının qayerda ijro qilinganligini yuqori deganimdek ochiq oshkor e'lon qilmagan bo'lsin bu qatim bu Christopher Yov aniq holatda Sharq Turkistonda ekanligini tafsilotlarni oshkorladi, Xitoyning nimalarni qilganligini. Albatta Xitoy 1964-yildan buyon hozir qadar ishg'oliyat ostidagi vatanimiz Sharq Turkistonda son sanoqsiz yadro sınaqlari qilayotganligini nurg'un xalqaro dokumentlarda oshkorlanib, yillardan buyon so'zlanib kelayotgan bir masala ekanligi, eng az bo'lganda shu 50 qitimga yaqin yadro sınıqı ilib borganligi ta'kidlangan, o'ttirib qo'yilib kelayotgan bir masala ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkistonning har qaysi joylarida, masalan, Taklamakan va shu Lopnur rayoni ig'ir yadro bulg'unishiga sabab bo'lib kelayotganligi nurg'un ta'kidlanib kelganda, shundaqla
Muşu sebeplik yadro sınık sebeplik nurgulluğan halkımızın, Uygurlarının her xil kesellik, ölüp ketiş ve xilma-xil galiyeti keselliklere giriptar bolganlygymı ta'kidlenip kelyapatgan, isbatlanıp kelgen bir mesele. Hatta doktorlar tarapydan öz wagtida nurgun halkaralyk ahbaratlarga guwalyk bergen nimeler bar mesela. Xitay elbette zor bir türküm Uygurlarning mushundaq yadro bulğunuşyga, ölüp ketişige sebep bolduğan mana mushundaq cinayetlerini işlep kelyapatganlyk, işgaliyetden buyan bunu kılyapatydy. Elbette halkımızınki ne kesel buluşu, ne ölüp ketişi, hiyalığı kelmeydigan bir mesele. Hatta bu tecrübelerini elip beriyatganlygyny inkar kılıp kelyapatdy Xitay yıllardan buyan. Bu lobnur meselesi bulup ekologik muhitning yadro sınaqlarının salbiy ta'siriga uchraganligini besim sebeplik ma'lum darajada itiraf qilgan bo'lsa Xitoy keyingi yillarda buni ayni vaqtda davlat manfaati uchun berilgan qurbonlik deb nomussizlarcha bu so'zni ishiltib turib jar selib kelyapti hamda qilgan shu jinoyatlarini.